Toshkentda qurilish sohasi bo'yicha o'qib, Yaponiyaga kelganman. Tokioda santexnika bo'yicha ish olib boryapman. Maslahatlashgan holda mahsulotlari hammasi tayyor keladi. Kunda $1800 ga to'g'ri keladi. Yaponiyaga kelganimga 2 yil bo'lgan bo'lsa, Assalomu alaykum. Men ismim Ali Shamsiddin. Toshkent viloyati Ohangaron tumanida 2003-yilda tug'ilganman. Hozirda 22 yoshman. 2 yil oldin Toshkentda qurilish sohasi bo'yicha o'qib, Geno JSC, ya'ni ishchi o'rganish vizasida Yaponiyaga kelganman. Hozirda Tokioda santexnika bo'yicha ish olib boryapman. Uydagilar chet elda o'qib ishlashimni juda xohlashgan. Men yoshligimdan televizorlarda kun chiqar mamlakat, Tokio, Yaponiya degan joylarni ko'rardim va shunga qiziqib monomarkazga topshirdim. Aynan shu paytda yapon tilida yangi kurslar ochilgan payt edi. Shu o'qib yurgan paytimda monomarkaz kanalida suhbat asosida Yaponiyaga ketish imkoniyati paydo bo'lib qoldi va shu orqali Yaponiyaga keldim. Yaponiyaga kelganimdan so'ng santexnika bo'yicha ish boshladim. Haftasiga 5 kun ish, 2 kun dam. Ertalab soat 8:30 dan ish boshlanadi va kechga soat 5:30 gacha ish. O'rtada 1 soat tanaffus beriladi. Bu obedga chiqib bemalol ovqatlanib kelishga yetadi. Kelgandan keyin santexnika bo'yicha ishlar olib bordim va bu O'zbekistondagi bilan farqini aytadigan bo'lsak, ya'ni bu yerda ancha osonroq. O'zbekistonda masalan plastika orqali ulanadigan turbalarni bu yerda oddiy kley orqali vaqtni tejagan holda ulab-ulab ketaverishadi. Bu shu farqi. Eng asosiysi. Bu ishda eng asosiy narsa ko'pchilik bilan maslahatlashgan holda ishni bajarish kerak bo'ladi. Yana bularda yaxshi tomoni mahsulotlari hammasi tayyor keladi. Ishlatiladigan qurollari hammasi soz holda bo'ladi. Agar bular bo'lmasa, ishni unumi bo'lmaydi. Yana aytadigan bo'lsak, eng qiyin tomonlardan biri bu til asosida bo'ladi. Ya'ni til bilmagan odam hech narsaga erisha olmaydi. Maslahatlashgan paytlarida ham hech narsani tushunmay, bu ishni qil desa, boshqa ishni qilib yuraveradi. Shu orqali ishni bajara olmaydi. Bu eng og'ir va qiyin tomoni shu deb o'ylayman. Ishda oladigan oyliklarimizga keladigan bo'lsak, ya'ni 240 ming yen. Bu hozirgi kunda $1800 ga to'g'ri keladi. Lekin buni hammasini o'z qo'limizga olmaymiz. Bundan soliqlarga, uy va uy joylar kommunalkalarga olib qoladi. Bundan bizga $1200 qo'limizga tegsa, hozirgi kunda yeb ichishimizga $200 olib qolamiz va undan qolgan $1000 ni uyga jo'nata olamiz. Yaponiyaga kelganimga 2 yil bo'lgan bo'lsa, shu vizani oxirigacha davom ettirib, Ichigo, Nigolarga o'tib, oilamni ham shu yerga olib kelib, yashash niyatim bor. Qachondirki O'zbekistonga qaytgan paytimda shu sohani mukammal darajaga ishcha o'rganib, O'zbekistonga qaytganimda shu kompaniya asosida, shu soha bo'yicha kompaniya tuzib, u yerda ishlash niyatim bor. O'ylaymanki, bu soha juda tez rivojlanadi deb o'ylayman. Bu yerga kelganimdan keyin Yaponiyani ko'rib, har xil o'y-fikrlar, xayollar juda yaxshi taassurot qoldirdi. Shundan so'ng ukamni ham chaqirishga muvaffaq bo'ldim va hozir Nagoyada ish olib boryapti. Ya'ni bu yoqqa kelishni o'ylab yurgan, rejalashtirib yurgan aka-ukalarimga kelishni maslahat beraman. Ammo kelishdan oldin yapon tilini mukammal darajada bo'lmasa ham gapira oladigan darajada bo'lishni tavsiya beraman.